Assalomu alaykum Mirlada kanalimiz podpischilari hamda podpiska qilmagan Lada ishqibozlar podpiska qilishga shoshilamiz. Chunki men iloji boricha mana yangiliklar qilishga harakat qilamiz. Narxlarni ham iloji boricha yengillatib, mana yana bitta 2019-yilda ishlab chiqarilgan 81 ming kilometr yurgan oq Lada Vesta Cross'imiz. Robot avtomat korobkali. Butun hozir qulaylik komplektatsiyalarga ega bo'lgan Lada Vesta Cross'imiz tayyor. Xo'p, biz bunga nima deymiz? Buni mana karnizida bo'yog'imiz bor, kraskasi bor, qolgan joyi hammasi toza. Lada Vesta Cross. Ishqibozlar bemalol ekranimizdagi telefonlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Doim aytib o'tganimizdek, faqat Lada sotamiz emas. Ladasi borlar, mabodo sotish niyat qilganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Kelishib qolsa Ladani sotib olishimiz ham mumkin. Podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya bosamiz. Like tugmasini bosishni esdan chiqarmaymiz. Aloqaga chiqinglar, xizmatdamiz Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar.